Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda müş bir həftə cəryanında radiomuzda berilən Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərimizni əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. 14 fevral düşdən keyin Xotanның Guman ayısida pichoqliq hujum qilish vaqasi yuz berib 8 odam o'lgan. Xitoy hukumat taratqullarining xabarlarida ma'lum bo'lishicha, vaqani pichoqliq 3 kishi paydo qilgan. Ammo doirlar vaqaning tafsiloti, o'lganlarning kimligi, hujumchilarning muddasiga doir hech qanday tafsiliy uchur bermadi. Navbatda butun Xotan miqyosida jiddiy holat e'lon qilinganligi ma'lum. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandi bu haqda jiddiy inkas qaytirib, Xitoy doiralari agarda rayondagi qarshilikni pasaytaman desa, oldi bilan Uyg'urlarga qaratgan yuqori besimlik siyosatini o'zgartirish kerak dedi. 11 fevraldan başlap Yaponiyada ziyaretde buluvatkan Dünya Uyghur Qurultayının raisi Rabia Qadir Xanım, Yaponiyanın her qaysı joylarida bir yürüyüş mühim faaliyetlerde buldu. Bu jarayonda Rabia Qadir Xanım Yaponiya parlamenti, Kamakura shahar parlamenti qatorliq joylarda Uyg'ur masalasi bo'yicha dokladlar bergan. 13 fevral kuni u Tokyodagi chet el muxbirlari klubida Yaponiyalik va chet ellik muxbirlarning Uyg'urlar haqidagi savollariga javob bergan. Rabia Qadir Xonimning Yaponiya parlamentida Uyg'ur masalasi bo'yicha bergan doklati Yaponiyadagi hukumat va siyosiy partiyalarning diqqatini qo'zg'agan. Uyghur Abdunum rayonluq doiralarining yaqinda 7 kishini ijtimoiy taratqularda diniy radikallik va terrorlikqa doir ziyonli uchurlarni saqlash va tarqitish bilan ayblab tutqun qilganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy hukumat taratqullarining bu vaqtdagi xabarlarga qaraganda tutqun qilinganlarning 5 nafari Uyg'ur ekan. Ular 21 yoshdan 34 yoshgacha bo'lib, 2 nafari ayol ekan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, bu yaqindan buyon Xitoy doiralarining Uyg'ur elida jiddiy turda ilib berayotgan tor sohasidagi yana bir qatamliq tozalash harakati ekan. 11 fevral kuni Uyg'ur Abdunum rayonluq doiralar 2016-yillik taftish xizmati xulosa yig'ini ichib, o'tgan bir yilda jami 835 nafar hukumat kadrining qonuniy javobgarlikka tortilganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha, ularning 687 nafari parxo'rlik jinoyati bilan 148 nafari xizmat mas'uliyatini ado qilmaslik jinoyati bilan jazolangan ekan. Dünya Uyg'ur Qurultayining bosh kotibi Dolqun Aysa radiomiz orqali inkas qaytirib, Uyg'ur kadrlarining mutlaq ko'p qismining siyosiy maydon masalasi sababli jazolanganligini ilgari surdi. Su tarixdan buyon O'rta Osiyo rayonida, bo'libmi Uyg'ur diyorida eng jiddiy, eng zarur va salqirashga asl bo'lmaydigan muhim mas'ul bo'lib kelgan. Yaqindan buyon Xitoyning Uyg'ur elidagi yer osti boyliqlarini talon-taroj qilish sur'atining favqulodda tezlashishi hamda rayonga turkumlab Xitoy ko'chmalarini yerlashtirishi natijasida og'ir darajada suv va muhit krizisi ko'rilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan asos qatlamdagi yerlik Uyg'ur kadrlarining suv masalasi haqidagi shikoyatlari bu nuqtani yanama dalillamoqda. Yaqinda Qozog'istonning Olmati shahrida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati foto materiallar, hujjatlar va mukofotlar nomli suratlik to'plam nashr qilingan. To'plamning avtori Marat Yusumov, uning ota-onasi 1940-yillardagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida xizmat qilgan kishilar ekan. Bu kitobga Uyg'ur elining 1930 va 1940-yillardagi voqealariga qatnashgan 150 dan ortiq tarixiy shaxsning rasmi, qisqacha umr bayoni va shu davrni yoritadigan 120 dan ko'proq tarixiy suratlar berilgan. Tarixchilar mazkur to'plamning 140-yillardagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining tarixini o'rganishda muhim materiallik qimmatiga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını qoydunlar. Kelar həftə görüşkəcə aman bolğaysızlar. Xeyir xoş. Xeyir xoş.